voy mabda po'cha bor ekan-ku, barakasini bersa. Voy uy egasi bo'lsa kerak menimcha. Aka, siz menimcha men noto'g'ri tushunyapsiz. Po'cha olyotdi, po'chani. Shohib o'rtoq, tanimadingmi? Ahmad, o'rtoq, o'zingmiz, ha? Yaxshimisan? Nega unaqa tortinib ko'rishyapsan? Kiyimimda qo'y hidi kelyotdi. Seni kiyimingga qilib o'tirib qolmasin deyotdi. Nima deganing bu? Bu yoqqa kel. O'zing nima ishlar qilib yuribsan? Men shu har doimgidek qo'ylarim ujiniga po'cha terib yurdim. Ketdi bo'lmasam. Qayerga? Qo'ylarni ujiniga po'cha tergani. Voy, hazillashma o'rtoq. Qora jo'ntiradi. 770 nomerlarda qo'ylarimga po'cha teramiz. Voy, bugun banket bo'laganda qo'ylarimga. Aytganchi, po'chalaringni bagajga solma. Xo'p o'rtoq. Rostdan mashinani bagajiga po'chalarim bor turaymi? Bitta temir ekan bu. Oqibatdan ustunmi? Ort bo'laqa ketdi. O, mana po'cha. Xo'p o'rtoq. Men olaman. Yo'q, o'zim olaman. Odamni hijolatga qo'yapsan-da, shu tashlab ketsang o'zim yetaverardim. Nimaga hijolat bo'lasan, o'rtoq? O'zim tashlab qo'yaman. Bahonada qo'ylaringni ham ko'rib kelaman. Kechqurun qo'ylarimga po'cha terib kelaman.